Здравствуйте, золото покупаете? Да, он золото, окей? Все, тогда четко, брат. А с вами как надо общаться? На русском или на узбекском? Как вам удобно? Да, агент O'zbekistonda yashaymiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, okey. Endi zolото покупаете deganiga hayron qoldim. Rus tilini tanib kelib turadi. Qarang, ozgina menda tilda bor. Vo, ikkita tsepочка. Nimaga sotyapsiz? Sir bo'lmasa endi, okey? Kafeni ochmoqchi ekan. Kafeni ochyapsiz. Vo, gap yo'q lekin, okey. Ozgina kofe mashina. Yaxshi narsa lekin. Kofe mashina nech pulligini olasiz? Endi qimmat olamiz. Ancha qimmat turadi o'zi. 10 ming dollar. Bitta jins. Serios, bitta jins. Boshlanib ekan. Seriosni anaqa olyapsiz, nimani? Kafeni zo'r bo'ladi. O'tamiz kafeniga, okey? Hop, 35 49 583 probadagi tsepочкалarizni 35 49. Men sizga birginamini 940 mingdan qilib beraman. Tillanlar ozgina tushib qolgan. O'shanda ham maksimalni hisoblab beraman. 33 million 360 ming chiqyapti. 33 million 500 qilib beraman, okey, sizga. Aka, javonda qil. Ham menga yomon yetmayapti, aka. Ha, endi qo'ldan kelgancha hisoblab berdim-da, okey. Yo'q, bu bo'lmaydi. Uni klonni ham sotavering. Yetmayapti do'stim. Sovg'a qilishga ham nimani klonni? Xo'p, qarang. 33 million 500 bo'ldi. Buni ham hisoblaydi, to'g'rimi? Ha, albatta, aka. Xo'p, qarang, 1582, bu ham 940 dan 583 pul. 14 million 870 ming chiqyapti. 15 million qilib beraman, okey? Qarang, 15 million plus bizada manba 33 million 500 bo'ldi. Общий summa 48 million 500 bo'pti, okey? Bo'ldi, aka, gaz. Rozimisiz? 48 million 500. Sразу, aka. Bo'ldi, muammo yo'q, okey? Naqd. Xo'p, mana 20 30 40 45 olib keta olasizmi ish qilib pulni, okey? 3 million 500 bersam 48 million 500 bo'lar ekan. Tak, mana okey, bu yerda 3 million 500 kelishilganda 48 million 500, okey? Bo'ldi, aka, rahmat. Sog' bo'ling, okey? Еще будет к вам обязательно. Все, okey, shu yerdamiz. Bemalol, okey, xizmat bo'lsa kelavering. Sog' bo'ling, okey? Agar sizlarga ham shunaqa tilinglar bo'ladigan bo'lsa, qimmatroq narxlarda sotmoqchi bo'lsanglar, bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi.